Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Pastor Zuba. Bugungi videomizda obunachi bir pasda 12 kun ichida 500 obunachi yig'ishni o'rganib o'tiramiz. Uning uchun videoga tez like'larni bosib, obuna bo'ling, biz ketdik. Sizlar bu shortsga kirasizlar, masalan, bu shortsga kiramiz. Bu shortsda 12 kun ichida men 500 bitta obunachi yig'ishga erishganman. Buni qanday deb qilishingiz mumkin. Yozmaslarga top nechtadir videolarni ko'rsataman. Shularni ko'chirib keyin sizlarning obunachi yig'ishlar boshlanadi. Qarasizlar, mana uni ham ko'chirasizlar, keyin mana uni ham ko'chirasizlar. Pastga tushganlarda mana 9900 ta prosmotr ko'chirasizlar. Keyin mana pastroqqa tushamiz, keyin mana 11000 ni ko'chirib olasizlar. Keyin shu videolarni ko'chirib oling. Keyin sizlarga bir obunachi yig'ish har 12 kunda bir 500 ta obunachi yig'ilishi mumkin sizlarga. Mana menga уже yig'ilib olgan, mana aktiv ko'p, mana ko'rayotganlardek, mana aktiv. Obuna bo'lmayapman. Ko'ryapsizlar, aktiv ashincha, mana aktiv. Aktivim shuncha. Sizlar qilib o'tinglar shuni. Agar shu video 15 ta like yig'ilsa, keyingi safar men juda ham ko'p obunachi yig'ish videosini qilaman. Barchalarga xayr.